Birodar, qabrda o'sha kun til bizga xiyonat qiladi. Bugun xiyonat qilmaydi bugun. Bugun chizgan chizig'imizdan yuraveradi. Biz miya qanaqangi buyruq bersa, til o'shani gapiraveradi. Lekin qabrda til xiyonat qiladi endi. Robbing kim desa bilmayman deydi. Chunki dunyoda Robbisi Allohga jasad xiyonat qilganda. Nima uchun? Namoz o'qi degan o'qimagan. Harom yema degan harom yegan. O'g'irlik qilma degan o'g'irlik qilgan. Zino harom degan zino qilgan. Birovning haqqi yomon degan birovning haqqini yegan. Lekin til joyida turibdi. Men musulmonman deb turibdi. Bizda yolg'on yo'q deb turibdi. Birovning haqqini yeyish bizda yo'q deb turibdi. O'g'ridan bugun borib so'rang birodar, birovning haqqini yeganim yo'q deydiman. Tili joyida turadi. Risoladagidek turadi. Qabrda til